Azizlarim, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hozir syomkalarni qilib, peshkom uyimga ketyapman. Esingizda bo'lsa, bir necha kun avval sizlarga istoriyada bir ayolni asl basharasini ko'rsataman degan edim. Ertaga aytaman degan edim. Unda vaqtim bo'lmagani uchun mana bugun hozir aytmoqchiman. O'ylab qarasam, o'sha ayolni kimligini aytmayman, chunki hozir aytib bersam baribir bilasizlar u ayolni kimligini, chunki u ayolga baribir bunaqa gaplar ta'sir qilmaydi, bezbet. O'sha uchun birinchi gapiradigan gapim o'sha bizdan keyingi chiqqan blogerlar, mobilograflar. Bizlar sizlarni biron joyga olib boramiz, masalan, syomkaga olib boramiz, proyektlarga olib boramiz, ochilishlarga olib boramiz. Hattoki men shunaqa bo'lganmanki, o'sha yaxshi ko'rgan insonimni hech kim ochilishlarga chaqirmasa ham o'zim aytardim ki, o'shanga ham taklifnoma bergin, u ham men bilan borsin, u ham zo'r, u ham yangi bloger deb mana shunaqalar aytardimda. Xullas kalom, biz bilan shunaqa joylarga borgan